Say-basay xolodilnikimizni olib kelib qo'yganmiz. Ichlari ham juda ham katta. A+ bo'ladi, tokizi juda ham kam edi, kam tokda ishlar edi. Obyomi 509 litrli bo'ladi. Motor shovqini 40 detsibel, juda ham past shovqin ishlaydi. Inverter kompressor mana ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham shunaqa juda ham keng. Hech qanaqa bo'lingan ham bir stoykasi yo'q. Cooling sistemali bo'ladi. No frost воздушное охлаждение, o'zi shunaqa mini-soy zonalargacha bo'ladi, fresh zonalari, eshiklarda ham o'zi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa fartuqlargacha bor. Ichlari morozelka qismi ham juda ham bahaybat, juda ham katta lekin. Bu yoqda 3 ta, bu yoqda 3 ta alohida polkali, katta tortmali bo'ladi. Alohida mahsulotlarni bemalol saqlab qo'yishingiz mumkin. Общий объемni mana ko'rsatamiz. Juda ham katta. Hozir videoda unchalik bilinmayapti, lekin haqiqatdan obyomi juda ham katta xolodilnik. Bemalol to'y hasham yig'iladi, ancha-muncha mahsulotlarni chekirib ketadi. Shunaqa sifati zo'r bo'lgan, dizaynlari chiroyli bo'lgan, obyomi katta bo'lgan xolodilnikimizdan sizlarga hamyonbop narxda $600 qilib beramiz.